Endi yana hamda albatta vatanimizdagi Xitoyning jinoyatlari uzluksiz holatda vahshiylikni to'xtatmay davom qilyotdi. Bu qatim yana 1-noyabr Xitoy Kompartiyasining organ jurnalida irqiy qirg'inchilikni yana bundan keyin ham davomlashtirganligi haqida ishoratlar va nurg'un izdinish, ya'ni Xitoy Kompartiyasining organ jurnal bo'lgan izdinish jurnalida atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Komitetining imzosida yangi boshlanish nuqtasida sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli nomli bir uzun bir maqola e'lon qilinib, bu yerda butun shu atalmış Uyghur Abnum Rayonidagi Kompartiyaning yetakchiligida ana qildik, mana qildik, quruq safsatalar. Uning keyindan bu yerda yana shu atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishi, bundan keyin texnik buni kuchaytirganligi, Xitoy televizionining texmi kengaytirilib umumlashtirilganligi, xuddi hozir umumlashtirib bo'lmay qolgandek, atalmış Junxo millatini qalbdan e'tirof qilishni, o'z ichiga olgan 5ni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirilganlik qatorliq bu terror siyosatlari tilga aylandi hamda. Va Xi Jinpingning 4 qatim Sharq Turkistonga borganligi shu 2014-yildan boshlab bular tilga ilinib, muhim nuqtasi bu yerda yana bir tarafdan Xitoy bo'lgan sirtqi ko'rinishga qarasak, shu lager siyosatining xalqaro besim bilan biroz hozir hiylagarlik bilan yolg'ondan bo'shatgandek, chegaralarni echayotgandek, hattoki Uyg'urlarning kirgizganligini bo'lishiga alqavatan berib kelganligini tashviq qilib, xuddi siyosatni yumshatgandek ko'rinish bilan birga, miyadagi so'zlar qarasangiz, yana shu Sharq Turkistonda jamiyatning muqimlashganligini tilg'ab bo'lib, yana atalmış uch xil kuchning singib kirishi, buzg'unchilik qilishning to'xtab qolmaganligi, atalmış terrorlik qarashtirish, muqimlikni qo'g'dashning yanada mushkul ekanligi, bu uch xil kuchga qattiq zarb berish, yuqori besim holatini saqlab qolganligi, chegara rayonining muqimligi degandek, hattoki pan-turkizm, pan-islamizm ideyasining bu Sharq Turkistonda uzun muddat bilan davom qilayotganligi, shu buni yıldızdan qumurib tashlash uchun texnik kuchaytirib, har qaysi millatlarning yo'g'rilishini ro'yobga chiqarishimiz kerak degandek buni so'zlayotdi hamda. Bu oldimizdagi jarayondimi yana hamda sirtqi ko'rinishda boshqa narsa ko'ryapmiz. Bu yerdagi siyosat texnik yana davomlashadiganligini bildiryapti. Bu ikkisini qanday ko'rasiz, buni qanday qaraysiz bu ikki so'zga? Söz bilan amin. Hamda ansirayotgan tarafi o ras. Kakla közetken tarafı hem de o biraz reklam. Demek ki Xitay bu Şarkı Türkistan meselesinde de bayağı diyen halkara vaziyetlerden ensreş kılvatkanlığı inik bunun. 20-30 yıldan beri şu Şarkı Türkistan'daki bölgüncü güçlerini yoktumuz, yıldızdan koparıp taşlayımız diyen gepler dep kilovatıdır. Demek 20-30 yıldan beri tüktemedi aslında. Bu 100 yıllık, 1000 yıllık bir mesele bu. Yani Xitay'ın Şarkı Türkistan'da ilip bağlan siyasetinin ki inkası bu. Yani Xitay bu yerde zulüm ilip bağlan ekin rayondaki halk onunla karşı çıktı. Şununla bu ideyede kalan bir düşünce onu onda 20-30 yılın içinde yoktu. Şunda asam toktumaydı. Bazen cimri kaldı diyen bile o bisim bile boğanlığı ama fırsatla peyda boğan çağda Xitay'nın ki o ensreçleri emmelge aşıdığan yani ayan boğduğan lığı inek misalığı değil. Şu şimdi senin ki 43. yıl 44. yılda mı aşında mandak başkuru ettik andak mukumluğunu qoqtab kaldı. Manda yaxşı, anda yaxşı davat etti. Ama şu vaxtlarda zulümle iğirdi. Ama şununla ikinci Cumhuriyet ilan kılındı. Demek ki bazen bu mukumluk kovdandı, bularının yıldızdan kopup taşıldık diyen gepler belki xalqlarga davatqanda ko'rinsimi aslında o'zini tasalli qilish, o'zini ishontirish qilish uchun so'zlayotgan so'zlardi. Hamda Sharq Turkiston meselesi yalnızla şu rayonnunki meselesi emas. O mesele chegara halqib başka xalqaro sahnaga kirgan bir mesele bu. Shunga xalqaroniki kuchlari Sharq Turkiston meselesiga aralashsa texmi chataq bo'ladi, natija
bilan orqa ko'rinishdagi murakkab bo'ldi deb ansirashlar bor. Bu ansirashning tegidekda bir psixologiya yoki ideya jihatdagi bir mesele var. Yani bu bölge işgal rayonlar qo'ldan ketib ketishini ansiraydi. O'zininki zemini bo'lmag'achqa. O ansirashlar hozirgi yurgizayotgan iqtisodni jonlantirish, kuchlantirish, yeni İpek yolu stratejiyani amallashtirish degandek bu meselelerni hal qilish uchun bu muqimlikni chim tutish. Shunaqa uch kuchlarninki bu meseleni devamlı tilga ilishimi shu. Hamda Xitoy yuksalgandan keyin dushmanimi ko'p bo'ladi. Düşmanlarının köpeyişi onun ensireshini tegimi ko'paytirdi. Agarda navoda bu sirtqi kuchlar bilan bir jang qilib qolgan taqdirda Sharq Turkistondek, Tibetdek ba'zi rayonlar muqim bo'lishi kerak. Onun için bu rayonlarda tegimi qattiq qo'lliq siyosatni elib beryotdi. Siz degandek hozir shunda muqimlik bo'ldi, chegara ichilyotdi. Nurg'un chet elliklar Sharq Turkistonga kirib chiqyotdi. Nurg'un elchilarni ziyorat qilib ketib bordi. Bir chetdan bu xil ko'rinishlar bor. Bir chetda boya degan ansirashlar bor. Shuningga bundaq muqimlik bir sharoit ostida uch kishini yana tilga ilishga majbur qilyotdi. Haqiqatan to'g'ri doktor hamda.